Aka, bitta chotki qilib grill qilib bering. Onamdan ko'rgani ketayotdim. Pulim sal kamroq. Keyin safar tashlab ketaman, maylimi? Aka, to'g'risi men bu yerda oddiy ishchiman-da. O'sha pulingizga yarasha qilib beravering. Mayli aka, shunaqa qilib bera qoling. Sardor aytganlaridek qilib ber. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? assalom. Oldingi safar 50 ming qarzim bor edi. Mana menga yetsa anaqa qilib bering aka. Sardor 1 kilo bosma qanot, 1 kilo bosma tabakadan qilib bering, chiroylab. Aka, men uncha pulim yetmaydi. Siz olavering, yetmasa bu safar surishamiz. Alisher aka, assalomu alaykum. Aka, 300 ming so'm berib turing, kech payt yuziga chiqarib yuboraman. Ukam menga qara. O'zing ishlasang bo'lmaydi, 4 kunchalik soat pul so'raymisanmi? Uka xafa bo'lma, pulim yo'q. Senga beradigan. Bo'ldi, rahmat aka, joningiz sog' bo'lsin. Sog' bo'ling. Men aka zakasiz. Rahmat. Keling aka. Onam rosa yaxshi ko'radilar-da aka. Bitta hisoblab bering, bugun oylik oldim. Necha pul bo'ldi? Oldingi qarzimni ham aytasiz. Oldingizda hech qanday qarzingiz yo'q. Onaxonga Grill House nomidan bergandik. 100 ming so'm bering bo'ladi. Rahmat aka. Salomatmi? Sizga ham tushun bo'lmaydi Alisher aka. Bir qarasa odam saxiy bo'lib qolasiz. Kechani mahallangizda ukangiz kelib 300 ming so'rovdi bermadingiz. Hozirgi odamni qancha qarzi bor edi, shundan kechib yuboryapsiz. Sizga ham bir tushun bo'lmaydi, bori? Sardorbek ukam boyagi mahalladagi bola o'zi manfaatiga ishlatadi. Nimadirlarga hech keraksiz o'ylagan. Bu bolaga kelsa, onasiga oladi. Doim onasiga oladi. Onasiga kim nima narsa olsa, savobiga sherik bo'lgim keladi ukam.